Ko'chamiz. Ha, ha. Esli olmaydi. Yoshlik o'smirligim chetlarda yurganmiz. Bizga ana tarix devor qilib tashlashibdi. Qo'shdingizmi shunda? Yo'q, boshqa odam ko'chib kelganmikan? Betlari ham teskari qilib tashlashibdi, devorni ichiga qilmabdi. Asfaltni tosh qilib qo'yishibdi tag'in. Mana hammayoq boshqacha bo'lib ketdi bu yoqlar. Bu yerda ham qo'shni bo'lgan. Hmm. Mana bu yerda mol ko'chamizda esa Ham kiramiz. yangi imorat bu yerda bu hovlida onam yashaganlar. Bu hovlilarda hojatxonalar qurganlar. Mana bu yerlarda hammasi o'zgarib ketgan. Ariq taktigidan qolibdi-yu. Kichkina ko'chacha qolibdi. O'tib ketdi-yu. Tarix. Ayolda ham yo'l bormi? Tarix. Ko'chalarda biz oldingi davrimizda yashab o'tganmiz. Bu yerda babani saqlab qo'shnimiz yashardilar. Ular o'tib ketganlar. Bu xonadonda esa sadixonaga yashagan. Bu yerda otaxon ekan, o'g'ilxonaning uylari edi. Ana u yerda Yoqutopani uyi to'g'rida. Ana Shu xonadonda yashab o'tganlar. hamma yonma-yon yashagan ekan. Ha, nafas qopti. Ana shu ariqlarda biz shu bilardik yoshlik davrimizda. Hoy, tarix. Shu davrdan